Myuller Walter 1905-yil 6-sentyabrda tavallud topgan nemis fiziki. U Koblenzdagi o'rta maktab tugatganidan so'ng 1923-yildan Kiel universitetida fizika, kimyo va falsafa bo'yicha tahsil olgan. U Kielda professor bo'lganidan keyin Geigerning birinchi aspiranti bo'lishga muvaffaq bo'ladi. Doktor dissertatsiyasini himoya qilgandan so'ng 1929-yildan boshlab Tyubingen universitetida dars bera boshlaydi. 1940-1945-yillarda u Gamburgdagi Philips kompaniyasida tadqiqotga rahbarlik qiladi. Geiger-Müller hisoblaginchlarini ishlab chiqaruvchi kompaniyaga asos soladi. 1958-yildan Palo Altodagi General Telefon kompaniyasida, 1963-yildan esa Santa Barbaradagi General Motors kompaniyasida katta fizik bo'lib ishlaydi. 1926-yil boshidan Geigerning taklifi bilan u gazning zarba ionlashishiga olib kelishi mumkin bo'lgan kuchlanishdagi ionlashgan gazdagi koaksial silindrda sodir bo'ladigan hodisalarni o'rganishni boshlaydi. Asosiy e'tibor qurilmaga radio tushishining nurlanishiga mutanosib bo'lgan mustaqil razryad yuzaga kelmasdan zarba ionlashuvi tufayli elektronlarni ko'paytirish muammosiga qaratilgan bo'ladi. U qayd etilgan nurlanishlarga qarab bir-biridan farq qiluvchi qurilmaning bir nechta modifikatsiyalarini yaratadi. Siemens Ranger kompaniyasida u rengen trubkalarini, rektifikatorlar va gaz lampalarini yaratish ustida ishlab keldi. Pinch KG'da u plazma va mikroto'lqinli nurlanishlarning o'zaro ta'sirini eksperimental tadqiqotlar bilan shug'ullanib keldi. 1979-yil 4-dekabrda Kaliforniyada, AQShda vafot etadi.